ikki odam bir-biriga do'st bo'ldilar chunon. Bir nafas ayrilmas erdi bir-biridan ikki jon. Abdulla Avloniy 1878-yil 12-iyulda Toshkent shahrida tug'ilgan. U o'zbek ma'rifatparvari, adib, shoir, pedagog va jamoat arbobi edi. Avloniy jadidchilik harakatining faol namoyandalaridan biri bo'lgan. U maktablar ochib, yangi usulda ta'lim berishni yo'lga qo'ygan. Avloniy Turon teatr truppasini tashkil etib, o'zbek sahna san'atining rivojiga katta hissa qo'shgan. Uning Turkiy Guliston yoxud Axloq asari o'zbek pedagogikasining muhim manbalaridan biridir. Abdulla Avloniy 1934-yil 25-avgustda Toshkentda vafot etgan. Ammo uning merosi bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasida ahamiyatga ega. Suist Ku bilan tarixdan ilhomlanib harakat qiling.